bitumni izolyatsiya ishlatayotganligi maslahat. Mana bunaqangi bitumni izolyatsiya ishlatayotgandagi birinchi maslahatimiz 90 gradusli burchaklarimizni mana bunaqangi rastor bilan galtel qilinglar. Chunki mana shu burchakda imminni tortilish yuzaga keladi, har qanaqa izolyatsiyamizni tortilganda sinadi. Shuning uchun shu joyimizni birinchi qavat chiqib 10 sm yonboshi chiqadi va tepadan tushib, yana 10 sm, 15 sm pastiga tushadi. Shunda bu joyimiz burchagi 2 qavat bo'ladi. Agar bitta sloyimiz 2 qavat bo'lsa, 4 ta qavat bo'ladi. Va ikkinchi maslahatimizni mana bunaqangi bitum izolyatsiyadan oldin spesial primer ishlatiladi va ikkinchi sloyimizni, misol uchun pakresiyamizni falgidan tashqari, ya'ni falgidan yaxshiroq narsa bu mana bunaqangi toshli qumli. Sal qimmat-u, lekin qum posipkaligi любой rangda, misol uchun ishlatsanglar, sizdan yurganda mexanik vaziyasiga ham yaxshi. Falgasi qo'shib ketsa ham, misol uchun bitum izolyatsiya qurib ketadi. Shuning uchun imkoniyat bo'lsa, mana shunaqangi qumli izolyatsiya ishlatganingiz ma'qul. Va imkon bo'lsa poliester osnovaligi. Misol uchun hozir bu obyektimizda Turkmanni poliester osnovaligi va usti qumligi ishlatilyapti ikkinchi sloyiga. Voronkalarimiz perzelka bo'lyapti. Bu tomimizni xudo xolasa ertaga obzorni ko'rsataman.